Achigan qatiqdan bitta o'xshab chiqadigan pirog qilishni xohlaysizmi? Tuxumga shakarni solib, yaxshilab mikserlab olamiz. Oppoq bo'lib ko'pirguncha yog', ilitilgan qatiq, quruq massalarimizga un, razrahlitilni solib aralashtirib olamiz. Ko'pirgan massamizga solib, uni ham yaxshilab taglari bilan aralashtirib olamiz. Xohishga qarab yong'oq solamiz, aralashtirib, xohlasangiz qolipga solsangiz bo'ladi. Men duxovka listiga soldim. Duxovka listini yaxshilab taglarini yog'lab quyib chiqamiz. Ustini ham xohishga qarab bezatsangiz bo'ladi. Men yarmiga yong'oq soldim, yarmiga shokolad bo'laklarini soldim. Duxovkaga jo'natamiz. Tezda pishib chiqadi. Qaranglar qanaqangi yozdi, shunday bo'lib chiqadi. Juda ham yumshoq bo'lib pishadi. Hammaga birdek yoqadi. Albatta tayyorlab ko'ring.